Oy, charchab ketdim boru. Voy, men ham haydab yubordim meni. Sigirni o'ldirib qo'ygan, yaramas. Qishloqning boshidan qolsa. O, mana, yes. 9-qishloqqa keldim. Uf. 8-qishloqqa keldim. Yo'llar loyinga. Wow. Bo'ldi ekan. Wow, bizning qishloqdan zo'r ekan. Bizning qishloq hamma yog'i loyda edi. Wow. Daraxtlarni. Wow. Mana unda menimcha yangi yilni archasi. Bu odamga. Wow. Menga yoqyapti. Ana unda menimcha. Voy, bo'ldi. Salom Jita. Salom, qalaysan? Yaxshimisan? Sog'liqlar yaxshimi? Ha, yaxshi. Bu yonni meni aytolmaysanmi? Orqada katta uy. Mayli. Hozir archa ko'p kerak. Ha, menimcha mana shu archa. Bu yoz o'tirmagan u. Bu odam aytishmaysan. Bu qishloqni judayam boy qishloq ekan lekin odamlar ekan. Mana onda to'g'ri. Judayam nima qadimgi ekan bu. Judayam. Unda ham daraxtlar, ana unda ham daraxt ko'p ekan. Voy, oyog'im. Qalaysan Jita? Salom, sen taniyapman, sen kimsan? Men yangi ko'chib keldim. Mayli. Voy, oyog'im. Bu nima edi o'tirmagan? Mayli. Voy. Wow, mana buni qaranglar. Mana shu deyishim yashamasa sotib olaman. Uy, tiq. Men kimsan bo'ladimi? Kiraver. Salom, janob mer. Va alaykum. Nima qilyapsan men? Seni tanimayapman. Men uy sotmoqchi edim. Kutnitsada hech kim yashamaydimi? O'yinchi bu qishloqdan ketgan. O'yinchining uyi edi. U uyni faqat qimmatroq. Qancha? 1 stak almas. Как раз mana 1 stak almas bor. Uning nima? Sandiqni ochsang nima bor? Shunga qo'yib qo'yasan deb olib ketaversan. Bungami? Qo'l qo'yamiz o'tirib. Op. Bo'ldi. Mana qo'ydim qo'l. Endi berib qo'ydim men shu yoqqa. Mana oqozini kitob nimaniki. Mayli, rahmat. Kaliti ichkarida. Mayli, rahmat ber. Voy, yomg'irga qarang. Uy zo'r ekan, menga yoqdi. Yo'q, kiraychi. Wow. Meni uyimda ancha zo'r. Wow. Bu yoqda bilik sandiq. Unda o'tirsa bo'ladi. Bu yoqqa o'yin hujjatlari va buni voy, pulni bermayapman u. Voy. Pulni berib kelaman. Pulni. Tak. Qarang, mana pulni qo'ydim. Aytganda bu uyni orqamda nima bor? To'siq bilan olgan ferma bor. Shu yoqqa senga. Ferma mengami? Ferma menga ekan. Fermerlik yaxshi-yu, lekin qancha pul bergan? Daraxtdan bor ekan. Menimcha mana shu. Bo'ldi, hozir ichkariga kiramiz. Yomg'ir yog'ardi men kelganimda. Mayli, mana pul o'zimga qoladigan bo'ldi. Bunga ovqat sotib olarman. Qani bunda nima bor ekan?
Uy hujjatlari tushunarli. Mening uyligim haqida hujjat. Mayli. Uxlaychi. Aytgancha gapiraversa bilan so'ngash esna chiqib qopdi-yu. Hammaga hello tubax do'stlar. Sizlar bilan men Jolg'amayman. Uzr. Salomlash esna chiqib qolibdi. Tay do'stlar, men endi hoy qaytdim 1-2 oy deganda. Do'stlar, uchun video chiqmayapti deganda mening ishlarim juda ham ko'payib ketdi. Qaytib, hammasi maktabni bitiryapmiz. 25-mayga hozir oz qoldi, 16-may. Keyin juda ham ko'p imtihonlar bo'lyapti. Men to'g'risida bilasizlar, shuning uchun shunday bo'lyapti maktabda. Shuning uchun video chiqara olmayapman. Albatta 2 oy bo'lgandi men video chiqarasam. Kelmadi, erinchoqlik qildim. Keyin o'zim ishlarim bor edi. Shu bilan endi video chiqarishga davom etaraman endi. YouTube'ligim yana yo'lga qo'yaman. Mana shu kanalni do'stlar iltimos 2000 qilsanglar, 2000 qilsak zo'r bo'lardi. Menda qildingizlar, rahmat. Tak, men endi uxlayman do'stlar. Juda ham charchadim. Chunki juda ham ko'p yo'l yurdim. Xayr. Hariyam yomg'ir yog'yaptimi? Voy. What? Voy, tonggacha uxladimmi men? Voy, tonggacha uxlabman. Hozir uyga kirib ishlayman, kiyimimni kiyib olib, keyin fermani tozalayman. Va ketmoqni olaman. Ketdik bo'lmasam. Tak, tezroq огородni tozalashimiz kerak. Tak, birinchi piyodan ketamiz. Mana endi sabzi 35 ta tushdi, bu yoqqa tushib ketdimi? Ayonda tushib ketibdi. Somon. Opop. Mana do'stlar. Огородni ham qildik. Sovuq ekan. Do'stlar. Endi men bu qishloq bilan tanishib chiqmoqchiman. Hozir tanishib chiqamiz. Qishloq bilan birgalikda. Buni qo'yamiz. Hali men telefon ham olishim kerak. Telefonni yo'qotib qo'yganman. Suvga tushib ketib. Ishlamay qo'ygan. Telefonni yo'qotib qo'ydim. Qani bu uy kimmi degan? Tak. Hech kim yo'q. Bu uyda hech kim yo'q. Endi uy bomboş yok. Uy ham yaxshi ekan, lekin to'g'risini aytsam. Bu yo'lni esa bu yoqqa mebel olib juda ham zo'r uy qilsa bo'ladi. Bu uy menga to'g'ri kelmaydi. Uy qimmat. Bizim uyim ham yaxshi. Do'stlar, fikrimga qo'shasizlarmi? Bu meni uyim yaxshimidi? Do'stlar, shu yerda to'xtatamiz. Hammaga xayr, men Jolg'amin bo'ldim. Izohingizni qoldiring.